Uzun PHP dersligi 3. qism PHP'nin grammatikasi. Biz bu dersligimizde PHP'nin asas grammatikasini so'zlaymiz. PHP program tilininki o'lchamlik boshlanish va oxirlash belgisi. Tövendagidek bo'ldi. Bu hujjatning kengaytirilgan nomini chekit PHP'da saqlagandan sirat bu PHP'ning boshlanish jumlasi, bu oxirlash jumlasi bo'ldi. Ya'ni yalang tirnoq bir savol belgisi PHP. Oxirlash jumlasi bo'lsa yalang tirnoq savol belgisi. Odatda buni ayrim qurg'i yozmaymiz, ma o'ttirsiga biz PHP buyruqlarini yozsaq bo'ldi. Bunga qanchalik mazmun yozsaq bo'laverdi. Ankin PHP programmasini torbat vujudning xalga o'rnin qo'yishga bo'ldi. Ya'ni bayamqi ma jumlani buni HTML vujudi bo'lsa, shuningki o'ttirib qo'yishqimi, oxiri qo'yishqimi, uning bilan aralashtirib qo'yishqimi bo'ladi. Oddiylashtirib yozish usuli. Adlashtirib yozganda ma PHP degan qismini avazsak, ma xalolat yozishqim bo'ldi, lekin buni cho'qim mulozimtir qo'llash kerak. Amal ba mulozimtir qo'llamay qolib qilishning oldini olish uchun ham shu o'lchamlashgan to'liq holatda PHP ga aniqlik berishni tavsiya qilamiz. Andan keyin PHP ustida HTML xat kuchlari aralash yozildi. Buni bayam so'zlab o'tdik. Buningga bir amaliy misol ko'rib baqsaq, har qanday programni o'rganishdan burun biz buningki Salam Dunyo programmasini o'rganamiz. HTML tilininki PHP bilan o'zaro qo'shilib yozilgan vaqtdagi Salam Dunyo programmasini ko'rgan bo'lsak, mana bu bir HTML vujudiga aniqlik berildi. Buning bosh oxiriga o'ttir qismiga Salam Dunyo, Salam Uyg'ur degan so'z berildi. Buni tor ko'rgish orqali unumini ko'rgan bo'lsak, Salam Dunyo, Salam Uyg'ur. Mana bu tor ko'rgishda ko'rildi. Buningki asas grammatikasi qaraydigan bo'lsak, boshlanish jumlasi, oxirlash jumlasi, PHP buyruqi, qo'sh tirnoq ichidagi mazmun, andan keyin mana bu chekitlik bash orqali PHP jumlasi oxirlashtirildi. Har bir qur PHP programma kodi cho'qim chekitlik bash bilan oxirlashdi. Buningga alohida diqqat qilmasak bo'lmaydi. Chekitlik bashni unutib qolsak, bu PHP programmamizda xatolik chiqadi. Andan keyin tekstni ekranda ko'rsatish buyruqi echo va print bo'ldi. Dedik, bayamqi programmamizda bu yerda echo ishlatdik. Buning o'rniga biz print degan buyruqni ishlatsekmi, buningki tor ko'rgichdagi ko'rinadigan unumi o'xshash. İkinci asas mazmun PHP'deki zat. Zat deganimiz mush PHP programma tilininki program bilan birlikda ijro olmaydigan qismi. U faqat programmaninki asli kodida ko'rildi, lekin albattaki ijro bo'lgan PHP programmasi yoki tor bekat yuzida ko'rilmaydi. PHP'ning asosli zati ikki xil. Birsi ikki dona yontuvchi siziq orqali zat berish. Yana birsi ikki yontuvchi siziqning o'rtasida ikki tal yulduz belgisi, uning o'rtasidagi mazmun zat mazmuni keldi. Mesela bunun amaliy misol ko'rib baqsaq, bu yerda bu bir zat, ya'ni taq qurluq. Bunda birlik qurluq zat bo'lib qolsa, buningga mana bu oldiga ikki dona yontuvchi belgi qo'ysak bo'ldi. Agar bu ko'p qurluq, ko'p mazmunliq zat bo'lib qolsa, mesela mana bu 3 qurluq zat bo'lib qoldi. Boshlanishiga ma belgini, oxiriga ma belgini yozsak, bu ma qismi programninki ma boshqa kod qismlariga zat berishga ishlatildi, lekin programda ma qismi ijro bo'lmaydi.